Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Biz yuqorida hayd ve istihadının ahkamlardan tutmasını okuyan 5. mesele. El-mes'eletul khamisetu ihtilaful ulema'u fi cevaz vat'il mustahadati ala 3 aqval. Yuqorida haydda ayolga jinsiy munosabat qilishni olimlarning ijmo' bilan haram degan ama hozir istihada altida jinsiy munosabat o'tkazishni bo'lamdi bo'lmamdi degan masalada olimlar ixtiloflashib qoldi. Faqala qawmun yajuz wat'uha wa huwa alladhi alayhi fuqaha al-amsar. Jumhur ulamalar shunda qarabdi. Wa huwa marwiyun an ibn Abbas wa Sa'id ibn al-Musayyib wa jama'atin min at-tabi'in. وقال قوم ليس يجوز وطئها وهو مروي عن عائشة وبه قال النخعي والحكم. Bu Hazreti Ayşe ve İbrahim Nakhai'den hakem diyen ya da hakem ibn Utaybe tabi'inlerin varsa. Ve qala qawmun la ya'tiha zawjuha illa an yatula zalika biha. Bak uzrab ketib qalsa andın meyle bulmasa yakın kelmey turdu. Ve bihadal qawl qala Ahmad ibn Hanbal. İmam Ahmadning mazhabi haram ishni qilishdan ansirab qolgan chaqda bo'ladi deydi. Mana sal o'zgartirib naql qildi. Albatta uzrab ketsa shu haram ishni qilish ansirash bo'lganlikdan balki boshqa ibora suribdi. Demakdan ayoli hozir hezdan chiqib istihada davomlashtiradi. 10 kun, 15 kun, 20 kun, 1 oy davomlashgan ekan, bu ayolning yaqin kelsa bo'lmaydi ya yaqin kelishga hali bo'lmaydi deb talada aramış qilib qoldi. Ve sebep ihtilafihim hal ibahatu s-salati laha hiya ruhsatun li makan ta'kid wujub s-salah. Bu yerda ixtilof bo'lish sabab bo'lgan narsa namozning intayin ahamiyatli bo'lganlikdan mustahada ayolga namoz o'qishga ruxsat qilinganmi yoki bu ayol pok bo'lganlikdan ruxsat qilinganmi deydi. فمن رأى أن ذلك رخصة لم يجز لزوجها أن يطأها. يقبل رخصة namaz muhim bo'lganlikdan o'qituvsin mayli degan ahvolda desa yaqin kasb bo'lmaydi. ومن رأى أن ذلك لأن حكمها حكم الطاهر أباح لها ذلك. Bu pok ayolning hukmida o'xshash deb qarasa yaqin kasb bo'lardi deb qaragan. وهي بالجملة مسألة مسكوت عنها. Umuman qilib aytganda bu masala shariatda aniq bir hukm kelmagan deydi. Amaliyotda sayyid kelmagan, lekin Hazreti Ayşe'den el-mustahadatu la yaghshaha zawjuha deb keladi. Bu balki mavquf bo'lsa-mu, lekin marfu hadisni hukmini olishi mumkin. Va amma at-tafriqu bayna at-tuli va la tulin fastihsanun. Imom Ahmadninki, Imom Ahmad ishga ahvolni ayirdi-ku, bak uzrab ketib qolsa haramga dastlab silishdan ansirganlik uchun mayli deymiz deb. Bunda adab ayirish istihsan, ya'ni cho'ngroq şeriat ko'zi tutgan saqlanish kerak bo'lgan cho'ng gunohni dastlab solmaslik uchun ma'va xilofiy masala bo'lgan ekan ani tanladik deydi. Bunda albatta ehtimollar hamda mustahada holatda Imom Ahmad ibn Hanbal degandek balki nima qilib qolmasa, qiynalib qolmaydigan ahvol bo'lsa, yaqin kelmaga yaxshi, chunki hamda qon kelayotgan ahvolda yaxshi bo'lmaydi. Balki yolg'onish ehtimoli bo'lishi mumkin. كتاب التيمم والقول المحيط بأصول هذا الكتاب يشتمل بالجملة على 7 أبواب. Demek bidatul mujtahidda biz fiqh masalalarning qoida xarakterlik cho'ng masalalarni bahs qilib o'tdi dedik. Lekin tayammum munosabatlik asos bo'ladigan cho'ng masalalardan yig'inchoqlab kelsak 7 bobga ayiramiz deydi. الباب الأول في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها. Bu tayammum nimaning badali? Buni bahs qilamiz. Ikkinchisi ma'rifatu man tajuz lahu hadhihi tahara. Qanday kishi o'sha tayammumni qilsa bo'ladi? Uchinchisi fi ma'rifat shurut javoz hadhihi tahara. Qanday ahvollarda, qanday shart bilan bu tahara joiz bo'ldi deydi. To'rtinchisi sifat hadhihi tahara. Qanday ilinadi? Al-khamis nima bilan ilinadi? Oltinchisi nimalar bu taharatni buzadi? السابع في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها. Yettinchisi qanday ibodatni qilish uchun o'sha tahorat shart qilindi. Masalan, tavob qilish uchun, yo Qur'on tutish uchun, yo zikr qilish uchun degandek. Demak, shu bab kitob tayammumda izlanadigan masalalarni bir-birlab sanab o'tdi, 7 cho'ng masaladan iborat ekan. Birinchi bab fi ma'rifati tahara allati hadhihi tahara badalun minha. Mushu tayammumdan iborat mushtaharat nimaning o'rnida turadigan tahorat, ya'ni kichik tahoratningmi yo g'uslning o'rnidami turamdi deydi. Tafaqul ulama ala anna hadhihi tahara hiya badalun min at-taharati as-sughra. Kichik tahoratning o'rnida badallikida ittifoq deydi. Vaqtalafu fil kubra. Lekin g'uslning o'rnidami turamdi, tomamdi. Bunda ixtilof chiqib qoldi.
فروي عن عمر وابن مسعود أنهما كانا لا يريانها بدلا من الكبرى. Bu ikkilemde rivayet kılıngan eserlerde bula guslunun ornunu tumaydı o da qarabdı. Ve kana Ali ve gayruhu min es-sahabati yarawna anna at-tayammuma yakunu badalan min at-taharati al-kubra. Ali qatarlıq bir grup sahabeler bu guslunun ornunda mı turdu dedi. Yani gusl qilish vacib bo'lgan kishi tayammum qilsa yani bular orada demek. Cumhurdan qarşı umum yani ko'pchilik olimlarning qarshi shu. Ve sebebi fi ihtilafihim al-ihtimal al-warid fi ayati at-tayammum. Ya da ixtilaflashga sabab bo'lgan narsa tayammum oyatidagi ehtimollik deydi. Ve ennehu lam tasihha indahum al-athar al-waridatu bit-tayammum lil-junub. Yani bazı olimlarning nazarida junub holatda tayammum qiliblam hadasni ko'taradigan bu hadislar sahih emas deb qaragan. أما الاحتمال الوارد في الآية فلأن قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا dedi. Biyada aş damir yani فلم تجدوا yani ki teyemmemu yani ki damir ama yani sila demekçe bu muhdis hadasan asgar yani kichik tart yok kishiga qaytishi mumkin. Kichik tart yok hem cho'ng tart ilish kerak bo'lgan kishiga qaytishi mumkin deydi. Yani sila kichik tart almoqchi bo'lganlar yoki kichik tart va cho'ng tart almoqchi bo'lganlar su topolmasanglar tayammum qilinglar degan bo'lishi mumkin deydi. Lakin men kanat al-mulamasa indahu fil aya al-jima' fal-adhar annahu aidun alayhima ma'an. Aw lamastumun nisa degandiki lamastumna bu jima' maqsad qilindi desa albatta g'usl vojib bo'lgan kishiga qaytadi deb qaraydi albatta. Va men kanat al-mulamasa indahu yallams bil yad qo'lda tutqanlikni bildirdi deb qaraganlar bo'lsa fal-adhar annahu innama ya'udu ad-damir indahu ala al-muhdis hadasan asghar faqat. Demak bu kichik ta'sir ketgan kishi bilan qaytadi bo'ladi ekan. إذ كانت الضمائر إنما يحمل أبدا عودها على أقرب مذكور. Çünkü damir degan en yakın tilg'ilgan narsa qaytadi. İlla an yuqaddara fil ayati taqdiman ve ta'khiran hatta yakuna taqdiruha hakaza. Faqat lamda oyatda taqdim ta'khir vaqti ma asl mandatda deb buni qaraz qilib baqsa balki hamda bo'lishi mumkin deydi. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. Bu ayetne başka bir tizip baktın. Bunun takdir vaatti, bunu manda degan gapmiş, yoshirnig'anda u bu deb. Va misla hada laysa yanbaghi yusara ilay. Bunda ishqa dasmaslik kerak dedi. Delil bo'lmasa bunda bo'lmaymiz. Chunki taqdim va ta'khir degan bu xilaful asl ama al asl adam at-ta'khir yoki adam at-taqdim. Bunaqaniki bu bir majaz. Majazga apag'andan haqiqatga apag'an yaxshi dedi. Ve kad yuzannu enne fil ayet şey'en yaktadi taqdiman ve ta'khiran. Belki bu ayette taqdim ta'khir qilishni taqozo qilgan bir narsa var deb o'ylanib qolishi mumkin deydi. Ve huwa anna hamlaha ala tartibiha yujibu anna al-marad ve safar hadathan. Çünkü şu ayetki tertib bo'yicha tushunsak, darhol bundan qarasak, kasallik bilan safarmi bir xil tarassizlikdan. Ha? Kuntum marda aw ala safarin degan ekan, xuddi mushu ikki ishmi tarassizlikning o'zidaklam. لكن هذا لا يحتاج إليه إذا قدرت أو ها هنا بمعنى الواو أو ديان عرب كا واو معنى باسك عند تقديم تأخير قلش عاجزسيز bu Arap tilida şu أو degan harfni واو degan harf o'rnida ishlatish bag'iyat dedi. Mesela şairde de وكان سيانا ألا يسرحوا نعما أو يسرحوه بها وغبرت السوح. وكان سيان degan o'xshash farq yo'q degan. Alla yasrahu na'man. Na'am misha tugayu qada. Buni qo'yib bermaslikka deydi. Qo'yib bermaslikka va qo'yib berishimi farq yo'q, o'xshash deydi. Va barratus sawhu. Bu yerda soh degan maydon. Saha deymiz-ku. Balki fasihu degan so'zmi, balki mushundan kelgan bo'lishi mumkin. Maydonni aylaninglar degan ma'noda. Demak, igbarrat degan bunda to'polab ketdi, chantazon oldi degan gap. Lekin bu yerda ibrat soh degani qahatchilik bo'lib ketdi, qurg'oqchilik bo'ldi degan ma'no. Demak, ma baytdan hozirgi ko'rsatmoqchi bo'lgan shoida aw degan so'z. Va kana siyan alla yasrahu na'man aw yasrahuhu biha degani va yasrahuhu biha. Ya'ni qad baqsun baqmasun o'xshash. Bu qahatchilik bo'lgandan keyin fadum binasi yemmaydi. Gaylaqdi. Fa innahu innama yuqal siyana zaydun va amrun.
Endi siyan degan so'zni kelsak, falani bilan pustani tang barobar degandek-a. Vavni ishlatdik dedi arab tilida. Bu yerda avni ishlatdi. Buningdan ko'rib olamizki, arab tilida vavning o'rniga avni ishlatish bor. وهذا هو أحد الأسباب التي أوجبت الخلاف في هذه المسألة. ثلاثة سبب بغن إسلام بريدة. وأما ارتيابهم في الآثار التي وردت في هذا المعنى فبين مما خرج البخاري ومسلم. يعني بوقت كأجن hadislar şu, atar degan so'zni muallif hadislar ishlatadi. Nima? Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan sahih hadislarga qartadimi bu yerda sal taraddud bo'lib qoldi deydi. Anna rajulan ata Umar radhiyallohu anhu faqala ajnabtu falam ajid al-ma. Su yo'q. Men junub bo'lib qoldim. Faqala la tusalli. فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجدمنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم تصلي. شلون؟ نماز وقما دب جواب باين كن عمر رضي الله عنه قست عمار واكن عمار قف يا أمير المؤمنين بو يعني عمر رضي الله عنه خليفة بوغم وقت ذيك مسألة. يا أمير المؤمنين yadlarda yo'qmi? Men bilan sizlar ishkelan bir qo'shinda yo'l ditdik. Junub bo'lib qilib suv topolmagan vaqtimizda o'zlari namoz o'qimanglar. Men shu to'piga dumuniblam namoz o'qiyverdim. Namoz o'qiysam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam innama kana yani Rasululloh buni degan chaqda xavaqiga vaqtimizda Rasululloh bunda degan edi. Innama kana fikan tadrib biyadayk. Ikki qo'lingda shunda uriblam, pul bitib, ondan yüzünü, işte alkanını sürtüversen bulutamasma, digen toğu, yadlarda yok mu? Dese fakat Ömer ittakıllah ya Ammar. Kudadan kork ey Ammar dedi. Nerede ben bunda şoğan da yani istedi yok. Hazreti Ömer'in istedi yok. Üç kelime birliğe mi olmuşsa? Fakat in şi'te lem uhaddeth bihi. Sonra Ammar radıyallahu anhu eğer halsılamam bu hadisin sözde cümleyi. Eğer bu günah olduğum bolsam da sözleşim. وفي بعض الروايات أنه قال له عمر نوليك ما توليت. Yani bazı rivayetlerde Ömer Rab'da beni eğer tosap kalsın ben bu hadisin bize devcimeye diyendikken ya sen üzerine ilgi olan nasi sen üzerine ilgi koymayız. Üzerine ilgi bununla. Biz onu tosap cümlemiz diken benim isim de olmayan diken sen inek şeklenmeyim. Sen başka sözler noksan meyle. Sen üzerine ilgi bununla. Yani nuvallike ma tevelleyt. Sen üzerine ilgi olan diken sen üzerine ilgi koymayız demek. Bu Bukhari'de gelgen, yani Müslim'de gelgen hadis. Lekin ikki sahabe hazır, ikkisi birga safardayken shu voqeani birlikan. Birisi hazır mening hech unda esimda yo'q deb Umar inkor qildi. Abamqa irtiyabuhum degan masala mana so'z mishari kelgan. Demak mana Umar ammadi buni. Umarning bakan Umar nima degan ekan va ojizlashtirmoqchi. Va kharaja Muslim an shaqiq dedi. قال كنت جالسا مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ شقيق رواية غالس خرجه مسلم دبتا من البخاري مسلم رواية متفق عليه. ما عبد الله بن مسعود أبو موسى إشكال ottağantım dedi. Abu Musa radıyallahu anhu Abdullah ibn Mesud demek ya Ebu Abdurrahman. Erayte bir adam junub bo'lib qolib suv topolmay qolsa, bir oy qadar suv topolmay qolsa qanday qiladi? Namozni qanday o'qiydi degan ekan. Abdullah ibn Mesud Abu Musa radıyallahu anhuga tayammum qilmaydi. Bir oy suv topolmasa tayammum qilmaydi, yani namoz o'qimaydi demakchi. Shama yoki tayammum qilmay namoz o'qiydi demakchimi ya? Tayammum qilmay, tartanmay şu öz haltı bu İslam namazı okuyordu. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha demekçi mi? Namaz okumaydı demek çok şey de. Tayammum okumaydı diye. Çünkü ama taharet alanmaydı kan. Mesela turmudu bağlaqlıq ya karşında bir nima kesel bazı adamlar qarta ölüm ala shunday da shu pete namozda vaqti kelganida o'qiyverdi. O'qigandan keyin suv ishlatadigan tayammum. Masalan, ba'zi odamlar suv ishlamaydigan tayammum qilmaydigan. Bog'lab esib qo'yibdi buni. Turmadimiz. Qanday qildi? Bo'ldaydi. Tahir qilmay, tayammum qilmay shu holat namoz o'qiydi. Keyin suv ishlatadigan tayammum qiladigan bo'lgan chaqda u o'tib ketgan namozni qayta o'qimdi, o'qimamni bunda ixtilof. Davomli suv yo'q. Bu hozir mesela gusli vacip bo'lgan odam namusan. Va kishi taratning emas. Gusli vacip bo'lgan odam tayammum qilsa bo'lmaydi deb qaramoqchiman. Abdullah ibn Mas'ud. Yani la yatayammam va illa yajid ma sharan. Demak bu yerda tayammum qilmaydi degan, ana gusli qilaman shunami?
Yani cenabetten kutlanmaydı o demek için. Fakal Abu Musa fekeyfe bihadil ayeti fi suratul Maide. Maide'deki ayet şu anda. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Su tapamısanlar, pak zemin üstünden teyemmüm kılıyorlar dedi o deb delil keltirdi. فقال Abdullah لو رخص لهم في هذه الآية. Bu ayet boyunca ularga müşkaklığa ruhsat kılpırgan bolsak, ruhsat kılınsa لَاَوْشَكَ اِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ اَيَّتَيَمَّمُوا الصَّعِيدًا. Su sal soğuk olup kalsa, sal toňap kalsa kaççıda yunmaylam, topulallam teyemmüm kılıp aladı bu haq. Şoň bolugunda bek koypamaz gerek depdi. Faqala Abu Musa li Abdullah alam tasma' li qawli Ammar? Ammar'ın diğer hadisini anlamadыңmы? Ve zekara lahu al-hadis al-mutaqaddim demek. Ömer bilen boğa vaqadiki hadisini sözlep berip, mana Ammar bunda rivayet kıldı mana Rasulullah bunda depken go. Abdullah depdi, alam tara Ömer lam yaqna' bi qawli Ammar? Ömer onu unumduğayna. Eğer o sevasa Ömer maqul deydi. Demek dışarıda sahabılma özara ixtilaflaşıp kaldı. Cünüp kişi teyemmüm kıysa cenabetini götürüp mi götürüp. Lakinnel cumhur rav enne zalik kad sabata min hadis Ammar ve İmran ibn al-Husayn. Lekin ma cumhur amda çoğ tarihsizlikni götürüdü dep qaraganlar. Bu Ammar'ın hadisi bilen isbatlansıptı. Bu anda indi ihtimallik var. Yani müşaderek tutturay deseniz boludy. Bu Ammar'ın emas, İmran ibn Husayn'ın başka hadisinden mi keldemasmı cenabet teyemmüm kılaş? Navanıken bunu ammay bulmaydı öyle. Bu işkilesine Bukhari rivayet kılan Seyyidez İmran ibn Husayn radıyallahu anh'ın muadedi. Ve inna nisyan Ömer leyse muathiran fi vücubil amel bi hadis Ammar. Ömer radıyallahu anh'ın unutup kalışı Ammar'ın hadisiyle amel kılmasını keltirip çıkarmaydı. وأيضا فإنهم استدلوا بجواز تيمم الجنوب والحائض بعموم قوله صلى الله عليه وسلم. Yani ula cumhur yani cünüp kişi teyemmüm kıysı buldu diyenge yani heyzdanı mı teyemmüm kıysı buldu diyenge Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisinin umum lafzı bilen delil keltirdi dedi. Cualet liyal ardu mescide ve tahura. Demek zemin bana hem namaz okuyduğun namazga hem pakizlikçi kılıp berildi degan ekan, janobatdan pakizlikçi kılıp berildi degan bo'ldi deb. Hem İmran ibn Husayn radhiyallohu anhu'nun hadisi bo'lsa, Rasulullah sallallohu alayhi vasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli ma'al qawm. Cemaatlar namaz okuma ayeti ayrım tuğan bir kişini körüp, falane sen cemaatlar namaz okusan olmamte zefakal ya Resulullah asabını cenaba valama ben cünüp bulup kaptım su yok. Fakal aleyhissalatu vesselam aleyke bis sa'id fe innehu yekfik. Yeryüzündeki toprakını işletsen buldamasın mı insan kupaya yani teyemmüm kıysan buldamasın mı demek. Ve li mevdi'a hâzel ihtimal ihtilafu. Müşahedisülen, masayedisülen biz yukarı meselini kesvettik hazır. Yani Ammar'ın hadisi bunda ihtimallik boğaçqa biz bunu anmaymiz deb turğan ekan. Ammar'ın hadisine mayani koyup turdu. Bunu yok deb qaraylıma. İmran ibn Husayn'ın hadisi asas oldu. Belki İmran ibn Husayn'ın hadisi Abdullah ibn Mas'ud'a başka qarashlikka yetmagan bo'lishi mumkin. Anlamagan bo'lsa şu anda. Bukhari'de var dedi. Aşk kifaya hazır. Hem de veli mevdi adel ihtimal demek meşadamda azraq bir ihtimallik bulduğu bu meselede ihtimallik boğaçqa hem de ma başka bir mesele ihtilaflaşıp kaldı dedi. Liman leysa indahuma yani su yok kişi. Mesela öyde su yokken yak seferde su yok hazır. Yani ben cünüp bulup kalsam hazır jünenmayma dediğim bir nima baken ihtimallik alet baken. Muş ahvalda cinsi münasebet kılıyas bulamdı. Yani cünüp bulavas bulamdı demek. Ya ki bu xuddi sen su yo'q chaqda bunda bakama ishni qilib junub bo'lib hozir namoz o'qimayotgandan deb bir xil ayblang'ashmi buningda ixtilof bor edi. Albatta yani ani man yujawwizu lil junub at-tayammum yani bu ixtilof hozir junub kishi tayammum qilish bo'ldi degan yani jumhurning qarashi doirasiga ixtilof. Ammo junub tayammum qilish bo'lmaydi deganlar u buning bilan munosabati yo'q. Uningga nisbatan baribir. Lekin rajih qarashda su yo'q holatdimi junub bo'lib qolsa bo'lardi. O'zi su yo'q. Jundigan su yo'q deydi. Ya atrofdami balki yo'q. Ya safarda yo'lda kesib qolgan bir yer qo'nabdi. Ayol qechdi bo'lsa jinsi munosabat qilaversa, u junub bo'lib keyin shu chaqda ahvol qaraydigan. Su bormi yo'qmi? Su yo'q bo'lsa tayammum qildi. Su topilib qolsa junidi. Lekin uningga hech qanday ayblang'ash emas. Mata yajuzul junub tayammumma? Sizninkida mata ekan? Mata degani u xatodek turdi. Su topolmasa qachon
tayammum vacip bo'ldi degan gapda mata deb qolsa, su topolmaganiga juyinmoqchi bo'lsam, shu tayammum vacip bo'ldimi? Su topolmaganiga. Al-bab thani fi ma'rifati man tajuz lahu at-tahara. Kim tayammum qilsa bo'ldi? Va amma man tajuz lahu hadhihi at-tahara fa ajma'a al-ulama annaha tajuz lil-ithnayn, lil-maridi va lil-musafir. Ittifoq kelgan o'rin musafir bilan kasalga ittifoq keldi. İza adima al-ma, bular suv topolmay qolsa, ya'ni suv topolmagan musafir bilan kasal tayammum qilganligida ijmo bor ekan. Vaqtalafu fi arba, 4 kishi haqida ixtiloflashib qoldi. Al-marid yajidul ma va yakhafu min istimalihi. Kasal kishi suv bo'lsa-mu ishlatishdan qo'rqib qolsa, tayammum qilsa bo'lamdi, bo'lmamdi. Va fil hadir yadumul ma, ya'ni shaharda tug'an kishi, shahar yezilarda tug'an kishi suv topolmay qolgan ahvolda tayammum qilsa bo'lamdi, bo'lmamdi. Va fil sahih al-musafir yajidul ma fayamna'uhu min al-usul ilayhi khawfun. Yani sağlam kişi musafirken su baken aldılar. Lekin sunun qaşqa berib ishlatishdan qo'rqinch to'sab qo'ydi ekan. Ya düşman ba, ya yer quchayvolli ba, ya chaqib oladigan binosi ba, yoki yoliqda tushamaydigan ya va. Shunda va filladi yakhafu min istimali min shiddatil bard. Yani to'rtinchisi qattiq sovuq bo'lganlikdan ishlatsam kasallik qolamamki deb ansirgan kishi, ya to'nlab qilish. فأما المريض الذي يجد الماء ويخاف من استعماله صوبا işletişten ensiravatkan kesel kesek cumhur nıbta yecuzu teyemmüm lahu teyemmüm kız caiz depti. Elbette de işletip kalsa kesel eğrilişip gitilgan ya xatarlik ahval berip kalgan bolsa yecib aleyhi bu. Niyada jığınçaklaplan bunda bayan kıygaçka ölüm anlamazıpını. Ve tefsilat kirmeylik. Eğer tefsili bayan kıysak resmi kesili eğrilişip gitilgan bolsa tartanmay teyemmüm kılışı vacip deyimiz. Caiz demek. Ve kedalike sahih ellezî yekâful helâk ev'l maradü şedîd min berdil mâ. Yana sağlam adamken lekin qattiq ağrıp qilishdan yoki o'lib ketishdan ensiraydi ekan. Nimadan? Suv qattiq sovuq bo'lganlikda. Va kedalike ellezî yekâfu min al-xuruj ilal mâ. Yana suvning qashqib berishdan ensiraydigan kishi yani. O'g'ri va bulanchi va dushman ba ya hayvonotlar va illa annama adawhum awjaba alayhi al-i'adata idha wajada al-ma. Demak bu onda jaiz deb qarab, lekin suv topgandan keyin qayta tartilib namoz o'qitsa, shuna qilishim vojib debdi. Bu jumhurning qarashi. Va qala ata la yatayammamu al-marid va la ghayru al-marid idha wajada al-ma. Sulan bo'ladi ekan, kasal bo'lsin boshqadan u tayammum qilish jumaydi. Ya'ni suv bayada tayammum qilish mümkün emas. Bu bak qattiq qarashgan, ha. Va ammal hadir sahih allazi ya'dimul ma amda shar ishidagi, shar yeziladagi safar qilmagan kishi teni sog'lom, lekin suv topolmabdi. İmam Malik ve Şafii, İmam Ahmad mumshulan billah albatta ila javoz tayammum lahu. Tayammum qilsa bo'ladi debdi. Ya'ni sharning ishida sog'lom, lekin suv topolmadi. İmam Abu Hanife ya bunda sağlam turib, şa'ni ishi turib tayammum qilsa bo'lmaydi. In adimal ma su topolmagan ahvolda tayammum qilsa bo'lmaydi. Nima uchun desa ko'pincha ahvolda sha'r deganda ko'ylarda bu suv odatda bir chiqadi demakchi. Ve sebep ihtilafin fi hadhihi masail al-arba' allati hiya qawaid hadha al-bab. Demak, mushu babqa ul qoida bo'laydigan mushu to'rt masalada ixtiloflashning sababi bir-birlab bayon qilindi. Masalan, kasal kishi suv ishlikda insirgan ahvolda buningdek talash tortishdan kelib chiqishi mushu oyatni tushunishda. In kuntum marda ala safarin deganda mahzuf muqaddar bormi yo'qmi degan masala. فمن رأى أن في الآية حذفا وأن تقدير الكلام وإن كنتم مرضى لا تقدرون على استعمال الماء لا تقدرون على استعمال الماء ديگەننى تقدير qıptı bular. Ondan فلم تجدوا degəndəki damir musafir qılam qaytıdı, kesellik qaytmaydı deb turibdi. Bular bunda su işletishdan insirgan keselga su işletish bo'ldi, ya'ni tayammum qilish bo'ldi debdi. ومن رأى أن الضمير فيه فلم تجدوا ماء تجدوا degəndəki damir keselgemi musafirmi o'xshashli qaytıdı deb qarag'anlar, yana oyatda hazf yo'q deb qarag'anlar, kesel kishi suv topgan holatda tayammum qilish bo'lmaydi deb qaragan. Va amma sabab ixtilafihim fil hadir alladhi ya'dimul ma, yani shahardagi sağlam safar qilmagan kishi suv topolmagan ahvolda tayammum qilish bo'lamdi bo'lmamdi degan masala ixtiloflashning sababi tajidu degan iboradagi damirninki tarti yo'q, bir qancha turli hammalarga qaytamdi, qaytmamdi. Yani musafir yoki musafir emas hammalar qaytamdi yoki musafir qadam qaytamdi. Musafir hammaga qaytdi deb qarasa, hammaga qaytdi deb qaraganlar shahadikilmi izalam yajidulma yatayammam deb qaragan.
Şəhərliklərin su tapamay qalsa tayamum qıldı dedi. Musafir qılam qaytı deb qaraganlar yoki kesal va musafir qılam qaytı deb qaraganlar hadir bunun içinde yo'q deb qarasa, şəhərdə turgan bu hadirga su tapamay qalgan holda tayamum qilsa bo'lmaydi deb qaragan İmam Ebu Hanife. Ve amma sebep ihtilafin fil khaif min al-khuruj ila-ma suyun qashqa berishdan qo'rqib qolgan kishidagi ixtilofning sababi bu suv topolmaganligini qiyos qilsak bo'lamdi, buni bo'lmamdi deb buni o'xshashdi ixtiloflashib qolgan. Va kadalika ixtilafuhum fi sahih yakhafu min bard al-ma as-sabab fihi wa ixtilafuhum fi qiyasi. Yani sağlam bir adam bor, lekin suv bak sovuq bo'lganlikdan ishlatishda ansirab qoldi. Masalan, tungda azroq muz tutib baliqqa cho'kib olgan suv deydi. Junub kishi ham shundan o'plam suv quysa, bu odam to'nlab ketib, kasal bo'lib ketdi. Manda ahvolda, yani suv istigan narsa yo'q ekan. Demak, bu kishini suv ishlatishdan ansirab qolgan kasalga o'xshasa bo'lamdi bo'lmaydi. Kasal bak yuqori bo'lib ketgan, ig'irlashib ketgan kishiga qiyos qilsak bo'lamdi bo'lmaydi. Albatta qiyos qilsak bo'ladimi? Nima? Bu qattiq ig'ir kasal bo'lib qolish ehtimoli bor ish bo'lgandan keyin. Yuqori tuvallik oldu mesela bazı kesel varsa işlerse azrak bayram bulduğun. Bazı var işlerse beklam ağırlaşıp yana operasyon için sunmayla ya asmasam sunmayla bulup oldu. Adette ama soğusunu işletişmem de bazı da yengil oluşu mümkün. Bazı işlerse sal bizden tonup gidip ısınıp ağırlandaki ötep geçişi mümkün. Bazısı katlı kızıtıp mesela titrep ağırıp kalışı mümkün. Lekin köpünce ahvalda bunda soğukta, bunda çok ağırlığında katlı soğuk sunu işletse kesel buluşu muayyenin. Bunda alaka Hazreti Amr ibn Las'tan hadisi var o. Resulullah bir qo'shinda ivatib, o qo'shin qaytib kelgan ekan, qo'shindagi jangchilar Resulullah bu bizning qo'mondan bunda junub qilib, tayammum qilib bunda namoz o'qib berdi bizga imom bo'lib deb shikoyat qilgan ekan. Resulullah chaqirtib, bu suv tursa sen tayammum qilib bunda namoz o'qib beradingmi degan ekan. Allah Taala Qur'on Karimda "Va la taqtulu anfusakum innalloha kana bikum rahima" degan masmo. Bu hamda men uçaq juyungan bo'lsam, balki o'lib qolibdim yoki ig'ir o'lgidek ahvol kelib qolibdi. Menga Rasululloh kulib ketdi. Demak, ruxsat qilgan Rasululloh. Shunami? Ruxsat qilgan ekan, menda u qiyos deb jumay hadis var desek bular. Nas. Albatta bu sahih bo'lsa, bu sahih albatta. Wa qad rajjaha madhhabahum القائلون بجواز التيمم للمريض بحديث جابر في المجروح الذي اغتسل فمات. Demek kesel kişi hem de adra kesel kişiye tayammum qilish joiz deganlar Jabir radhiyallohu anhuning kesel turib sen juyunsan olmaydi juyunib andan o'lib ketgan kishining hadisini dalil qilib turib oldi deydi. Fa ajaz alayhi sallallohu alayhi vasallam al-mash lahu. Demek Resulullah bunun aslında tayammum qilish bo'ldi bu. Baka o'zini o'tirib qo'yibdi degan. Va qala qataluhu qatalahumullah. Yani ashu alaqa sen juyunsan bo'lmaydi deb fatvo berib, juyunishga zo'rlaganlar o'ttiribdi buni deb Alloh ularni o'ttirib o'tgay deb duo qiladi. Yani sen bilmasdan fatvo berib, bir odamning jini zaman bo'lib sadmaysiz. Bu hamda ig'ir olsan hukm uqmagan narsani, yani ifta bi g'ayri ilm degan gap. Bilmay fatvo berish ma'nosida. Mana inta xatarlik. Çünkü bilmay fatvo olsa, ba'zi odamning bunda jini zaman bo'ldi, ba'zi harom ayollarni halol qilib Allah'ın haram kılıdı xatarlik. Ve kezalike rajjahu aydan qiyas as-sahih alladhi yakhafu min bard al-ma' 'ala al-marid bima ruwiya aydan fi zalika an Amr ibn al-As bayatan qadis annahu ajdama fi laylatin barida fatayammama wa tala qawla Allah ta'ala wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima fadhakara zalika lin-nabi sallallahu alayhi wasallam falam yu'annif. Demek Resulullah onu eyiplemedi. Yapmayın. Yani ikrar. Safar deke qo'shin safar qilib qaytib kelishda ilgari yo'ldagi bo'lgan ish. Bu lekin suba, ya'ni suba junub bo'lib qoldi. O'cha sovuq bo'lganlikdan men yuyinsam og'rib qolaman, yo o'lib qolishim mumkin deb Amr ibn Las "Bala taqtulu anfusakum" o'zingni o'taman dedi. Men o'zimni o'tamay deb shuni qildim deb. Şam muqavasını İade su diyorum sıkıntı. Ben onun tercih ettim. Mesela hem kan isboldu. Diğer sunu işlemeydi. Sunu edip işlediğin de. Ha. Ya mesela. Aşağı namazını toksat geçirdim mesela. Denge. Okuş lazım mı? Çıkışa kaldı. Aşağı okuş lazım. Doğrusu namazını okuyup onu parıqtı çıkış gerek. Biz ötkende toyda şunda kıldık ko.
bir to'yda shunday qildik-ku, namashani ma yo'ldan o'tib, motorga binmaslikka deb o'qib o'tib, ondan chiqib, balga mimali kechib qolgan to'y. Shunday qildik. Yoki bo'lmasa, unda ahvolda motorda qurolib ta'tilib, puxtalab chiqish kerak bor. Yaxshi shu. Endi ayda udul kelib qolsa, usuni ishlatkili bo'lmasa, yo o'sha yerdan tayammum qilish kerak. Yo hech bo'lmasa, unda xuftan ish kechiktiramda, parxut safar qilayotgan ekanda, xuftan bilan shamni jamlab o'qish kerak. Chiqishdan bor. Al-bab al-thalisu fi ma'rifati shurut jawaz aziyat tahara. Bu qanday shartlar bilan joiz bo'ldi? Fayatallaqu biha thalathu masailu qawaid. Qoida xarakterlik 3 masala munosabatlik bilan deydi. Birinchisi, hal niyya min shart hadi tahara am la? Elbette. Bu kichik taharatda shunda dedik-ku, usulda shunda dedik. Va thaniya hal at-talab shartun fi jawaz tayammum inda adam al-ma am la? Su tamamlagan chaqda suvni izlash kerakmi? Izlamaylam su yo'qda deb nuqiyasi bo'lamdi. Va thalisatu hal dukhul vaqt shartun fi jawaz tayammum am la? Tayammumning joiz bo'lishi uchun shu namoz vaqti kirgan bo'lish kerakmi? Yo namoz vaqti kirishdan ilgari soat 10 bo'lgan vaqtlarda biz tayammum qilib o'tib, peshimning vaqtini saqlab, peshim bo'lgandan keyin namoz o'qiyasak bo'lamdi. المسألة الأولى فالجمهور على أن النية فيها شرط لكونها عبادة غير معقولة المعنى. البته bu غير معقولة المعنى degani bu yerda ma'nosini tushungil olmaydigan, aql buni uqib olmaydigan. Nima uchun desa, to'pi degan texmaliqa shalta qiladigan narsa, shunami? Tozlamaydi. Sonra bu nima ishto deb buni tushunib bo'ldi. Ma'qulda suvdan alaqa chepilib qolgan narsani 7 qatim yuvishga bir qatim to'p bilan dedi. To'p bilan yuvsak bu bir xilliqa shilash bunda shulgayni tozlashda uning roli bor. Lekin bakar bu pokiz bilak yoki qo'l yuzga to'p suv qo'ysak bu pokiz bo'lib qoldi. Bu kalla aql buni qabul qilolmaydi. Bu faqat ibodat, ya'ni Alloh taolo osonlashtirib bunda qilgan ish bo'lgandan keyin bunga niyat kerak deydi. Albatta, kichik taratda Hanifiy mazhab niyat kerak emas degan. Lekin tayammumda bular jumhur bilan niyat kerak deydi. Nima uchun buningda niyat kerak deb qoldingiz desa, fatayammamu degan so'zning o'zidan, ya'ni uqsudu, ya'ni niyat qilinglar degan ma'no chiqadi. Shunga buning niyat shart. Va shadda Zufar, Imom Zufar bu yerda yana chiqyapti. Ayrim. Inna niyya laysa bi shartin fa niyya shart emas. Va anna la tahtaju ila niyya. Ya'ni Imom Zufar burunqi qoida bo'yicha qiyosimizda qapqapti bu. Imom Zufar odatda qiyoschi deb qaraldi, endi burunqi qiyos bo'yicha kichik taratda niyat shart emasda, bunun niyat shart emas. Wa qad ruya zalika aydan an al-Awza'i wal Hasan ibn Hayy. Bu Awza'idan mo rivoyat qilinibdi. To'piga milinib ketibdi. Tamam bo'ldi dedi. Yo'q, bizda to'pi chechib o'tibdi, yuzga, qo'liga to'pi chechib o'tibdi bizda. Va odam majbur to'piga milinib ketgan bo'lsa-mu, tarix qilib qoldik. Ya bu endi o'zining to'g'ri deb qaragan qarashida, o'zining to'g'ri deb haq deb qaragan qarashida ching turgan gap. Delg'uza. İmam Abu Hanife sahiben hammasi jumhurlar o'tib ketdi. Val Hasan ibn Hayy, Imam Avza'i imam da Shamning imami, Imam Abu Hanife zamonidagi katta imam. Hasan ibn Hayy Imam Avza'i ile Imam Abu Hanife zamonidagi katta olimlarning birisi. Va huwa da'ifun. Albatta bu aciz. Yani hozir butun jumhurga qarta bular sal matarib chiqib oldi. Dil jihatimi bu aciz. Nima uchun bu niyat olmasa bo'lmaydi. İnnemal a'malu binniyat. İkinci mesele fe inne Malik radıyallahu anhu iştarata talab ve kezalike Şafii ve Ahmed modeli. İmam Malik radıyallahu anhu su tapamagancha suni izlab bakışın kerak deydi. Bunu da İmam Şafii ile Ahmed mo qatibdi. Abu Hanife ya suni izlash shart emas debdi. Sebep ihtilafin fi hada huwa hal yusamma man lam yajid ma duna talabin gayru wajid ma suni izlamay turib atrofida su tapamagan kishi su tapamagan bo'lamdi yoki izdab bulab tapamagandan keyin andan tapamasa su tapamagan kishi bo'lamdi dedi. Lakin al-haq fi hada an yu'taqad anna al-mutayaqqin li'adl al-ma imma bi talab al-mutaqaddim wa imma bi ghayri dhalik wa 'adimun lil-ma. Lekin bu yerda to'g'risini deb qolsak, ya bir qatim izdimismamda ko'nglida keskin yo'q zor bu yerda deb bunda jazmlashtirgan ahvolda bu chaqda suni topamagan bo'ldi. Masalan, taklif makonda ketib turibdi. Hiç adam yok, turalgı doğbanlıqa o'tanlimi yo'q.
da bir gün 2 gün mansum usulmaydan manda herkes bağlancadan da etrafta izleyicimiz mamnun yokum böyle. Bu gayrivacid mi? Lekin onda daraxtlarlik, ancha-muncha o'stanlar bo'lib qolgan yerda bu toza gayrivacid deyishga bak unda udilkanmaydi deydi. Va amma zon falaysa bi'adamil ma. Su bormidi yo'qmidi deb bunda yo'qmi-ki bu yerda deb bunda nima qilgan bu suvni topolmagan bo'lmaydi deydi. ولذلك يضعف القول بتكرر الطلب الذي في المذهب في المكان الواحد بعينه. Demek fil mezheb degene mezhebil maliki. Mezhebil malikide bir yerde mesela bir katım sunu tapamagan bolsak, yana bir katım, 2 katım bunda izlep bak degenmiz. Bu qarash aciz deydi. Bir katım tapamagan eken, boldan sen cezmeştirdin yo'qken deb. Bu çağda sen su tapamagan bolsa deydi. İmam Malik'nin yani bu İbn Rushd o'zi mezhebidagi ba'zi qarashni tanqiladilar. Ve yuqawwi ishtiratahu ibtidan. Fakat izlep bakmaga oldi birinci katım izleshin şart deganni kuchlantirdi deydi. İza lam yakun hunalika ilmun qat'i bi'adamma. Keskin bunda jazmlashtirilgan bir kuchli xabar bo'lmasa, bu ahvolda sen birinci katım izleshin şart degan kuchliroq deydi. Bu İmam Nurishning tarjimasi shu xil yaxshi ekan. Ko'ngilning nimasiga bog'liq bu. Agar suv tepilib qolamiki degan bir nima bo'lsa, izleshin shart. Yaxshi zat faqat yo'q. Bayatımı 3-4 elden izlep kelgenmiş biz absizlik edildin mesela. Falan ay görüp gelip üstame görüp tamam izlesek men basam yani yok. Bunda olsa izdim san buldu. Ama mesela thalitha ve iştirat dukul vakt feminhum men iştiratahu ve huve mezheb Şafii ve Malik. Teyemmümün caiz oluş için sen şu namazdan okumak olan namazdan vakti kirgen çağda andın teyemmüm kılışın şart yaptı. Bu cumhurun karşı iken Şafii, Malik ve Ahmed'nin. İmam Ebu Hanife ve Ehl-i Zahir ve İbn Şaban min ashab Malik. İmam Malik'in şagirdlerinden İbn Şaban mı, Ehl-i Zahir mı, İmam Ebu Hanife ile birlikken. Bu namaz vaktinin münasebeti. Namaz vakti içerisinde burrak teyemmüm tayatusan bulavurdu deydi. Bu xuddi nimaga qiyos? Tartibdan qiyos. Mesela saat 11 bo'lgancha pishimga tartib qo'ydi deb tartib qo'ysak pishim vaqti kirganga o'qiyalaydi-ku, shunga o'xshash deydi. Bu tartibning badali bo'lgan ekan. Anımı orada turdu da. Ma qiyas qilib jalliqimdi. Chunki tayammum tarixning badali edi. Qanday nimaga yarasa mana shunda yaraydi. Yana nimaga qiyas qilgan? Mashalul khuffayn. O'taki masx qilish masalasi burroq tartilib o'taki masx qo'ysak bultig'i shunga o'xshaydi dedi. Bu mu kuchli. Bu ya ixtiloflashning sababi hal zohir mafhum ayatul wudu yaqtadi an la yajuz tayammum wal wudu illa 'inda dukhul vaqt li qawlihi ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salati idza qumtum ila as-salati degan mush oyatni endi o'qim. Bu namaz vakti kirganda namaz o'qiydi deganinglarda endi bunda qiling degan bo'lamdi yoki namozning vaqti munosabsizmi deydi. Fa'awjaba al-wudu va tayammum 'inda wujubil qiyam ila as-salat degan oyatda namozga turgan vaqtda tayammumni yoki tartilishni vojib qilishni ama vadalika idza dakhal al-vaqt yani vaqt kirgan chaqda deydi. Fawajaba li hada an yakuna hukm al-wudu va tayammum fi hada hukm as-salat. Demak tayammum bilan wuduning mu hükmü namazning hükmü o'xshash, yani namoz vaqti kirgandan keyin ondan joiz bo'ladigan bo'lish kerak dedi. Namoz o'qisimi, namoz vaqti kirgandan keyin o'qish kerak to'g'ri. Namoz mushtaratnimi namozning vaqti kirgandan keyin ilishing kerak bo'lamdi dedi. Ani annahu kama anna sa min shart sihhatul vaqt kadalika min shurut sihhatul wudu. Bu aytgan gap shu. İlla anna ash-shara khassasa al-wudu'a min zalik. Demek şeriat bunu taharatni maqsud qilib chiqarib buni namozning vaqti kirishda ilgari oson bo'ldi deb buni belgilab dedi. Taxsis qilyapti. Taxsis qilayotganda tayammum bu burun qoldi qilib qoldi. Shu vaqti kirmasi bo'lmaydigan holat. Yoki unda gap chiqmamdi. Alloh taolaning ya ayyuhallazina idza qumtum lis-salati degan so'zi, ya'ni namoz turmoqchi bo'lsanglar degan bo'lamdi dedi. Ya'ni vaqtdan qat'iy nazar va aydan فإنه لو لم يكن هناك محظوظ لما كان يفهم من ذلك إلا إيجاب الوضوء والتيمم عند وجوب الصلاة فقط. Yani mesela yukarıda tahlil qilmasaqmi, mush oyatdan siz namoz o'qimoqchi bo'lsanglar, ya'ni namoz gadini vojib bo'lgan chaqda unda bunda tayammum qilib tartiling degan bo'ldi degan mu chiqdi deydi. Vojib bo'lmagan chaqda u taradimi vojib emas, nima? Mushunda mazmunmi chiqib qoladi deydi. La yuzzi'u in waqa'a. Lekin yani mushunda ahvolda vojib bo'ldi deganlikni bildirdi. Lekin sen burun tartib qolsang bo'lmaydi degan gap chiqmaydi. Yani dalil xitob o'xshash, qabla vaqt. Yani vaqtdan ilgari
Şunda tartib qalsam, yo'q bo'lmaydi degan gap yo'q buningda. İlla an yuqasa ala salat. Faqat namoz qilib hamma jihatdan qiyos qilib turib olsak, bu chaqda endi shundaroq gap chiqib qoldi. فلذلك الأولى أن يقال في هذا إن سبب الخلاف شuna bu meselede xilafın sebebi mavo deyiş gerek deydi. Ve kıyas teyemmüm ala salat. Teyemmümne namazı kıyas kılamdık kılmamdık. Lekin bu kıyas aciz ama namazı kıyas kılıştı aciz. Feyne kıyası alaludu aşbah mana. Taharet kıyas kılış tekimi canlılık bunun. Bekrek okşaydı taharetken. Çünkü bu bedel tutsa, bunun izbasar tutsa, şunun izbasarını aşı eslimige kıyas kılmamsa onu. Feteammel diyen bulta mesela inçke dikkat kıldıydı. Her dil mesela fe inneha daife. Demek bu yani kıyas azı bek aciz deydi namazda. Yani men yeştir fi sıhhati dukhulul vakt. Yani ma karajna aciz deyip karadadır. Ve yecalu minel ibadetil muvakkate. Demek teyemmümü vakt kirgenden kin asan buludu da vakt belgili öleş bu aciz deydi. Fe innet tevkid fil ibad la yakunu illa bi delilin sem'i. Çünkü vakt belgili öleş diyen ayet ve hadislerle buldu bu. Ve innema yasukul kavl bihada idha kana ala recai. Demek bu İmam İbn Rushd Hanefi mezhebinden kıyasını canlandırdı. Şunu tercih kılıyorsun ama ve innema yasukul kavl bihada idha kana ala recai min vücudil ma qabla dukhulil vakt. Endi vakt kirmesi bulmaydı diyen kaçan bu söz kaçan kamlaşıdı o desen. Mesela su kep kalamı ki dep tuğal vaktında. Mesela hazır namazın 1 saat baki. Turbada su to'xtab kaldı. Lekin yarım saatdan keyin su kep qalishi mumkin. Bunda chaqda hazır su yo'qsa tayammum qilvasan bu bo'lmaydi. Vaqt kirganda avval qaraysan. Allohu akbar azan chiqsin, shu chaqda turbani ichib su chiqib qolsin. Bu chaqda tayammum tayyorlashing kerak. Demak shunun qadar saqlaysa, saqlab ondan vaqt kirgan chaqda ahvol qarab, ya tayyorlasa ya tayammum qilsa deb manda deb qolsa sal qamlashadi deydi. Fayakun hada laysa min babi nazil ibada muvaqqata. Demek bu ibadetning şu vaqt belgilab qo'yganlikdan shunga sen namozning vaqtini saqlaysan deganlik emas bu. Su topolmagan odam qachonda su topolmagan bo'ldi olsa namoz vaqti chirib shu su ichmagan chaqda undan su topolmagan bo'ldi degan jihatdan deydi. Li'annahu ma lam yadkhul waqtuha amkana yatra'ahu 'alal ma. Çünkü namozning vaqti kirganga qadar balki bu su bayaga berib qilishi mumkin deydi. Mesela mavide oturan kişi, kaçı birisiyle, motorla, maşinle suya bir öykü berip kaçı mümkün. Namaz vakti kirip boğucu. Ya ki musafir kişi menip kilip bir östengi uçurap kaçı mümkün kölçekke. Yani yatra huwa alılma dedi. O suyun kaçığı berip kalıdı dedi. وَلِذَٰلِكَ اَخْتَلَفَ الْمَذَبْ مَتَى يَتَيَمَّمْ. Bu sebepten yani Maliki mezhep kaçan teyemmüm kıldı diye mesele ihtilaflaşıp kaldı dedi. Yani ahırqa namazın vakti kirgen kadar kıstap saklap bakamdı ya ki burrak teyemmüm kısmı bulamdı diyende. Yani birinci vaktidir mi, otturu vaktidir mi, ahir vaktidir mi o da. Lakin havuna mavaci'u yu'lamu qat'an ennel insan leyse bitarin alel ma fiye qabla dukhul vakt. Velel ma'u bitarin aleyh. Demek insan tari alel ma diyene suyun kaşığı berip kalıdı. Velel ma tarin aleyh diyen suyun kaşığı rizkep kılmayın. Mesela hazır turbadan çadakçıma bir şadeyle ya bir mahalle bir şade manç gün su yok buldu turbada deb e'lon qilishdi ama turbada su yo'qken turba o'ngshav tutdi ya bir kashil chiqdi. Bundan biz keskin su yo'qken debimiz. Endi odatda ham qo'yolmaydigan vaqtli bo'lsa, ham qo'yib qolsa alma tara alay bo'lib qoldi. Demak, ashunda bir ahvollarda su keskin yo'qligiga e'liq bo'ldi. Ahval bor edi. Velal ma'u tarin alaydigan suvning qashqi. Umumo suvning qashqi berib qolmaydi, suvning qashqi kelib qolmaydigan o'rinlarmi bor edi. Masalan, biz sulab qo'yapti. Shunami? Ya turba yo'qken ham bu yog'maydi uning ustiga. Shu faqat yo'qildigan ahvol bor. Masalan, nalaqa nim bo'lib qolsa, takli makonda kesib beribdi. Bu suv isrof qilish ehtimoli yo'q. Shu aylangan odam kim bu? Bildigan shu yani. U yaqin bir kun mangacha suv uchirmaydiganligini bildigan. Lekin ham bu yo'q bo'lishi mumkin. Shunami? Şahar kılır. Ve aydan fe in kaddarna turu'il ma. Turu bu masdar bu. Suyun kepkalışına mölçerlisek feleyse yecib aleyhi illa naqdat teyemmumi. Bu teyemmum kıpıldı. Kin şakıravamdı. Turbudunga kemaptı. Şakırav yamgu uçup kesipti. Yani birse bir şey suyunu kötürep kep kaptı. Bunda ahvalda nime kılış gerekti? Teyemmum vücudu kaç tartı aslan mesela alılır kötüdü. Lekin unda su kemmesi şu teyemmum isab bulardı. La men'a sihhati. Demek sen teyemmümün burun sahih bo'lmagan emas. Hozir hukm sen teyemmüm vücudu bazı su tardagın diyen buldu.
Ve takdiru turu huve mümkünün fil vakt ve ba'dahu. Demek suvning kelib qolishi shu vaqt ichidami mumkin shunami? Shu vaqt ketgandan keyin mumkin go. Birisi suv ko'tarib kelishi mumkin, yoki bo'yag'ib qolishi mumkin. Falima ju'ila hukmuhu qabla al-vaqt khilafi hukmihi fil vaqt. Bu har ahvolda suv kelib qolish ehtimoli bor turliq. Nima uchun? Vaqtdan ilgariki ahvolning hukmi vaqt ichida bo'lgan nimaga o'xshamay qoldi. Ya'ni qabla al-vaqt yamna'u in'aqad at-tayammum. Demek vaqtdan ilgari tayammum bo'lishini to'sab qo'yilgan. Va ba'da dukhul vaqt la yamna'u. Demek bu e'tiroz bildiryapti hozir. Yani Hanafi mazhabining nimasi bo'yicha jaiz bo'ladi bo'ldi bu. Nima uchun buni namoz vaqti kirishdan ilgari to'sab qo'ymaymiz? Va hada kullu la yanbaghi yusarada illa bidalilin sam'i. Bu buningda sam'i bir dalil bo'lmasa, bo'lmaydi deb turarsak qamlashmaydi. Ve yelzamu ala hada alla yajuza tayammum illa fi akhir al-vaqt fata'ammalhu. Demek eğer vaqt kirishdan burun tayammum qilish joiz emas desa, hatta namozning mana namozning vaqti kirib qolib, namozning vaqti 2 soat bo'lsa, 1,5 soat ya 2 soat tugayda 15 minut qolgan qadar tayammum qilmay saqlab turishing kerak bo'lib qoldi deydi. Nima uchun suv kelib qolishi mumkin shunami? Undan keyin bu qarash baklam ojiz. Imom Abu Hanifa radhiyallohu anhuning qarashi bu yerda kuchliq deb shuni tarjih qilmoqda. Emniyette zaten tarihki kıyas kılış açık uçluk. Tarihin bedeli olganlık. Hem hadis ya ayette inik bu tayammum bulmaydı diyen bir delil bulmaganlık. Şunu tercih kıldık. El-Babur Rabi fi sıfatı hadihi tahara. Bunu kanda alimez bu tayammumları. İhtilafel fukaha fi haddil eydi elleti emarallahu bimeshiha fit tayammum. Tayammum kıygan çağda kolunu nereden nereye mesh kılmaz. Buna ihtilaf düşüp kaldı. وأيديكم منه على 4 أقوال. birinci قراش أن الحد الواجب في ذلك والحد الواجب بعينه في الوضوء وهو إلى المرافق وهو مشهور المذهب وبه قال فقهاء الأمصار. Demek taharatda neks jugan bo'lsa tayammumda shu qadar masqilin. Yani ceynek nima billa masqilimiz demek. Bu meşhurul mazhab degani qasa nimani bildirdi? Ha? Ya meşhurul mazhab bo'lsa el-mazhab ya da İmam Malik'in mezhebi. Yani bizning mezhebini el-mazhab dedi adı. El-mazhab yani mezhebi demekçi. Bizning mezhebimizde demekçi. Maliki mezhepte meşhur degandikan bunun bilan nimani bilmas? 2 xil yoki 3 xil qarash borligini. Birisi meşhur ekan, boshqasi meşhur emas ekan degan. İmam Malik'in meşhur mezhebida, meşhur qarashda, yani bütün cumhurning qarashida ceynekni billah masqul deganmiz. Ceynek kadar. والقول الثاني أن الفرض هو مسح الكف فقط. Şu alqanlar yani beğiş kişi değil. Beğiş kılan mesih kılış farz depto. Buna ehli zahir ve ehli hadis İmam Ahmed mi şunun işide. Yani fuqal amsar degan so'zni deptular. İmam Ahmed bunun işide emas. Nima uchun? Biz yuqorida bir qancha qidim deb o'tib ketdik. Bu İmam İbn Abdülbar'ning İstizkar degan kitobidan foydalanib yozgan. Mazhablarning qarashini naql qilishda shu kitobda tayangan. Bu kitobda İmam Ahmedni bu qatada sanmaganlik uchun fuqal amsar deyilsa, bu İmam Ahmed bunun işide yo'q. Lekin biz ham bu yerga qaytib qo'yamiz. İmam Ahmeddan boshqa fuqal amsar degandir. İmam Şafii İmam Zeyd kaslar şeyhinin ruqat va hu mazhabul imam. Demek biz bu tahqiqlab o'tdik hozir mazhablarni. والقول الثالث الاستحباب إلى المرفقين والفرض الكفان. المرفق تنقسم مستحب لكن فرض أشو بغشقشة أدا oldu de. O Mervi'nin an Malik. Demek mana İmam Malik'nin gayri meşhur diyen karışım abi. Dördüncü karaş ennel farda ilal menakib. Ay mörgüçe, koltukluğuça şöyle mesih kılsa. Ve o şâzun ruya an Zuhri ve Muhammed ibn Mesleme. Bu şâz karaştır. Zuhri'den ve Muhammed ibn Mesleme bu sahabıga Resulullah bazı gazatlığa ve sefere çıkan çağda ornağa destek koygan sahabe Medine. Şunama Muhammed ibn Mesleme el-Ansari. Ve sebep fi ihtilafihim iştirak ismiliyet fi lisanil Arab. Arap tildan qo'l degan so'z biz nima deb o'tdik keng masala. Mushtarak. Nagichi, big'ishqichimi, jaynakchimi, qo'ltiq qadar, mo'riga qadar qo'l deyiladi. وذلك أن الذي في كلام عرب يقال على 3 معا على الكف فقط وهو أظهر استعمالا وكوبنش مشو بغش قدر işletildi ويقال على الكف والذراع بعضda andan bilekni o'z ichiga oladi ويقال على الكف والساعد والعضد yani بعضda qo'l alqanni andan bilekni hatta alqa jaynak bilan
mörgü kadar arlık müzik çaldı. Adud degan so'zni Zeynep bilan mörgüçe arlab tutup şuna. Uyg'ur tilida nima deydi o'qimaymiz. Bunday emas. Go'shtni misligi o arliq nima deydi? Go'shtni o'zini deydi. Asli lug'at tilmasi kushlandu. Yo'q, asli bu bilak. Asli bu bilak. Bilak olganiga kuchlandirish nereden keldi? O'sha bilakdan keldi. Şu anda sana şu adudaki bir akıyık diyelim ha. Aşında nima qiladi? Kuchlantiramiz degan ma'noda. Demak, sinan o'sha bunday yeringni aqrindishing bilan kuchlantiramiz demoqchi. Addada degan kuchlantirdi. Demak, aşında yerini mustahkam qildi demoqchi. Va sabab thani ixtilof al-athar fi zalik. Athar yani ahadis. O'sha muallifning istilohi bo'yicha. وذلك أن حديث عمار رضي الله عنه المشهور فيه من طرقه الثابتة إنما يكفيك أن تضرب بيدك ثم تنفخ فيها ثم تمسح بها وجهك وكفيك. Demek Ammar radıyallahu anh hadiste وكفيك deb keldi. Şuna yani bazı rivayetlerde sallallahu aleyhi ve sellem en temsaha biyedeyke ilal mirfaqayn debdir. Bazı rivayetlerde. Ve ruviye aydan an ibn Ömer enne nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle et-teyemmumu darbatan. Lekin bu mirfaqayn degan rivayet acizroq. Ammarning hadisida. Yani bazı hadiste İbn Ömer radıyallahu anh'dan rivayet kılınan hadiste et-teyammum darbatan. Darbatun lil vejhi ve darbatun lil yedeyn il mirfaqayn deb ilal mirfaqayn inek keldi. Lekin bu hadis mu aciz mi? Aciz. وروي أيضا من طريق ابن عباس ومن طريق غيره فذهب الجمهور إلى ترجيح هذه الأحاديث على حديث عمار الثابت من جهة عضد القياس لها. Demek kıyas bunu güçlendirgelikten ma hadislerini Ammar'ın seyyadisiga tercih kıldı dedi. Yani min cihati kıyas teyemmüm ala ludu. Teyemmümni biz tarihte kıyas kılgan tukku. Bu kıyasın canlılık kıyas da kırgan. Tarihte mi? Ceynek küçük yuşuattı. Teyemmümdü mü? Onda olsa ceynek teyemmüm kılmaz demekçi. Ma kıyasıdan ma acizrak hadiste bizleşip kılıp seyyadisten küçülüp kesipti ma cumhurun karşıda. Ve o bi'ayni hamluhum ala en addalu bilafdı ismillah anil kef ellezî huve fihi azhar ilel kefi ve sa'id. Yed diyen söz mu? Yani kef yani belişkisi azhar manası vardı o. Bu azharın taşlap ondan sa'id kadar ötep gitti. Nime üçünse kıyas oğullık. Taharet biliştiki kıyas oğullık. ومن زعم أنه ينطلق عليهما بالسواء وأنه ليس في أحدهما أظهر منه في الثاني فقد أخطأ. Kolgumu, bilekimi, mörgü kadar hemmisi okşaş tan beraber işletildi o mensiz zuhur tarafından okşaş digerler bu hatalaşkın. Çünkü kol digen bu üç nesli müşterek bozumu beğiş kadar bu hakikat. Onun üstüge macaz edi. Velayis kulli ismi müşterek ve mucmel. Müşterek lan bolsa mucmel olarak etmeydi o. Mucmel bulduğunu asli baştan tartib tan beraber müşterek kalıp işletildiğin söz olsa mucmel oldu. Ve fi hada qala al-fuqaha innahu la yasihhu al-istidlal bihi. Bunun da fuqahalar bunda delil qilishsi bo'lmaydi deydi. Qanday delil qilish bo'lmaydi? İşaret iştiraklik meselesinden. Qo'ldagi ishtiroklik meselesinden unda delil qilib, yana kichima ishlatadi qo'l deganni desa bo'lmaydi deydi. Lidalika ma naqulu inna as-sawab. Biz bunda deymiz dedi. To'g'risi an yu'taqada anna al-farda innama huwa al-kaffan faqat. Farz o'g'ini mush ishga alqallar, begish qadar. Wa dalika anna sunnat la yakhlu an yakuna fi al-kaff azhar minhu fi sa'ir al-ajza aw yakun dalalatu ala sa'ir al-ajza az-zira wal adu sawa. Bu qo'l deganda bakrak jonliq ifodalamdi yoki hammaga o'xshash jaynak qadar, mo'ri qadar o'xshash ishlatamdi. Albatta da begish qadar azhar ishlatildi deydi qo'l degan so'z. Fankan azhar fajibul masir ila al-akhd bil athar al-thabit. Bu lug'at tarafdan yedigan so'z begish qadar jonliqroq ishlatilgan bo'lsa, ayet seyyadistin birisi kelsa, bu ishni bizlashtirib shuni olsak bulda emasmi deydi. Shuni erishimiz kerak dedi. Fa amma yughlabal qiyas hawna al-athar fala ma'na lahu. Bu qiyasni, tayammumni wudu qiyas qilib, seyyadisni yondirsak bu bo'lmaydi. Hozir nima ish qilyapti bu imom? Tarjih qilyapti. Jumhurning qarashini ojiz deb, ahli zohir imom Ahmad ahli hadisning yana kuchlantiryapti. Wala an turajjah bi aydan ahadis lam tathbut ba'd. Demak u qiyosga asoslanibsan, u taqa saybunmagan, seylik isbotlanmagan hadisni tarjih qilyapsan bo'lmaydi dedi. Fal qawlu fi hadhihi al-masala bayyinun min al-kitab va sunnah fata'ammalhu. Demak bu masalada rajih qarash aniq mana. Qur'on hadisdan dalil aniq demak. Ya'ni ahli zohirning qarashini tarjih qiladi.
وأما من ذهب إلى الآباد فإنما ذهب إلى ذلك. Bazılar ne kadar koltuğa, mürge kadar mesiki galla yani Muhammed bin Mesleme ya Zuhri. Bunda karıştı buluşun sebebi لأنه قد روي في بعض طرق حديث عمار أنه قال. Ammar radıyallahu anh hadisinden bazı rivayetlerde teyemmemna ma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem femesahna bi vucuhina ve eydina ila'l menakib deb ketdik. Yani qo'llarimizda şu mühürlerge kadar mesih qildik deb ketdik. Musha rivayetga bu Abu Davud rivayet qilgan bo'lishi mumkin. Ajizdi balki, nimda tahqiq izohatida. Abu Davud. Ya o nima qilishda mansubdaydiki, ma'ning hukmi sanad tarafdan. Hasan bo'lishi mumkin. ومن ذهب إلى أن يحمل تلك الأحاديث على الند وحديث عمار على الوجوب فهو مذهب حسن. Demek مش إمام ابن رشد tanlagan مش qarash yani obdan مش yaxshi debdi. Yani anda ceynek kadar nima qilish mustahab, bilish kadar masih qilish vojib degan qarash. Etkanal jamaa awla min tarjih. Chunki jama qilish, tarjih qilishdan oldin o'rinda turdi deyish. Nima? Inda ahli al-kalam al-fiqhi, yani fiqh tadqiqot qildiganlarda mushunda deydi. İlla nada inma yanbaga yusar ilay in sahhat tilka al-ahadis. Yani tarjih qilish qachon desak, ceynek qadar hadislar sahih bo'lib qolgan taqdirda, unda buni jamlab boqamiz. Lekin amaliyotda u sahih emas, sahih ma ajiz bo'ldi. Nonki unda jam qilishmi o'rinsiz. Amaliyotda Imom Shafiy rahmatullohi alayh shu oyatdan dalil keltirgan. Oyatda fasilu wujuhakum aydiyakum lil marafiq va amsahu bi ru'usikum va arjulakum lil ka'bayn to'rt narsani sanadi shunami? An tayammumda fatayammumu sa'idan tayyiba famsahu bi wujuhikum va aydiyakum dedi. Va ikkisini demadi. Yani ki asli şu tötün orada töt bulutlar ikkin şüretkendan keyin ikkisi asli altida qilib qoladi o'zi. Cenekçi yuttuk, cenekçi emas qilamiz. Aş oyatni dedi. Şu va ashbah bil kitob deydi. Qur'onning oyatiga tushudimi cenekçi desak. Al mas'alatu thaniya. İxtilafal ulama fi adad ad-darabat ala sa'id lit tayammum. Demak bu sa'idni degan to'q o'tganda zaminning usti. To'pa demaymiz. To'pini turab deymiz, ama demek yeryüzüge biz qancha qatim uramiz deganda ixtilof chiqib qoldi. Tayammum qilgan chaqda bir qatimdan urib, shundan yuz qo'lni silatamni, ikki qatim ayrim-ayrim uramdi. Bir deganlar va ikki deganlar va. Ikki deganlar yuz uchun birni, qo'l uchun birni urdi debdi. Bu ko'pchilik. Va idza qultu al-jumhura fal fuqaha'u thalatha ma'duduna fihi mana. İstilahnimiz chiqdi mana. Jumhur desam, ash 3 imom mushin ishida dedi. Demek İmam Ahmed'ni sanamaydı. Sama İmam Ahmed'di lekin bu İmam Nuriş Atay'dan o'zi deb qo'ydi. Cumhur desam, bu üç imamni ko'z tutaman deydi. Nima uchun? Men paylangan kitobda shu Cumhur diplomida kirgan ekan, men davomli uni İmam Ahmed'ni qatima bu iborani buzib o'mishayman deb jumay. Shu pat eliverdim demakchi. Yani meyadagi masalada bir deb qaraganlar, ikki deb qaraganlar. İki deb qaragandan yüzge birini, qo'li birini nima qildi? Hozir Cumhur deganda İmam Ahmad Cumhurning ichida yo'qmi? Demak bu bir qatim urdi deb qaragan. Tamam? Ma Cumhur ikki qatim urdi degan bu uch imom. To'g'ri ekan. Va minhum man qala darbatan li kulli wahid minhuma. Ba'zilar har biriga ikki qatimda uramiz debdi. Yani qo'lni masih qilish uchun ikki qatim, yuzni masih qilish uchun ikki qatim. Va sabab fi ixtilafihim anna al-ayat mujmalatun fi zalik. Demak, oyat bu yerda aniq bayon qilgan necha qatim urishning gapi yo'q. Hadislarda bu har xil kelib qoldi. Ham tayammumni tarixga qiyoslaysak, hamma ahvolida buni toza unga hammalar ma'qul demaydi shuni, ama wallazi fi hadis Ammar as-sabit min zalika inma huwa darba wahida lil wajhi wal kaffayn ma'an. Ammarning sayyidisida yüzülen qo'l bir qatimdan urish var dedi. Lakin huna ahadithu fiha darbatan. Lekin bu yerda ba'zi hadislar ikki qatimda o'g'illiq. Farajjah al-jumhur hadis ahadith limakan qiyas tayammum ala wudu. Shuna bu hadislarni jumhur, yani 3 imom deylar, nimaga tarjih qildi deydi. Nima uchun tayammumni kichik taratga qiyos qilsakmi, shuni chiqib qoldi dedi. Masalan, 2 qatim yuydigan, 3 qatim yuydigan ahvol bor-ku, shunga o'xshaydi. Lekin uning bir qatimini vojib deb qarasak, bir qatim qilsa bo'ldi, chiqadi. Kichik tarat, yani olganchadan bir qatim yuyish vojib, 3 qatimini sunnat desak, shunda chiqadi. المسألة الثالثة اختلف الشافعي مع مالك وأبي حنيفة وغيرهما في وجوب توصيل التراب إلى أعضاء التيمم. يعني تيمم قلش كرك وأعضاء توبنا تكبيش كرك ما أمسما. فلم يرى ذلك أبو حنيفة واجبا ولا مالك. أبو حنيفة إمام مالك بولا يق واجبا ما استبت. ورأى ذلك الشافعي واجبا. إمام الشافعي واجب دبقرت. الإمام أحمد بالوادون
Ama demakmi ya İmam Şafii ile İmam Ahmed billah. Ve sebep ihtilafihim el-iştirak allazi fi harfi min degan harfdagi ishtirak. Biz usul fiqhda o'qidik-ku huruf deganda. Ba harfi, vav, min, fi deganda. Bunda mushtaraklik bor edi. Va zalika anna min qad taridu lit-tab'id. Ma min ba'zisini degan ma'noda keldi. Va qad taridu li-tamyiz al-jins. Ba'zida shu jinsni ayirish uchun keldi deydi. Faman zahaba ila anna hauna lit-tab'id. Xudo minna zahab deymizgo, oltindan da bunda jinsni ayirish uchun keldi. Bu odamda ash ba'zisini deganni bildirdi deb qolsa, avjaba naqlat turab ila a'do tayammum. Demak, ash to'pining ba'zisini sizlar yuz va qo'llaringizga silanglar degan bo'ldi debdi. Ya'ni hammaga yetkazishing kerak degan ma'no chiqdi ekan. Tab'id deb qolsa, bu tab'id qo'l bilan yuzdikining bir qismi degan emas, to'pining bir qismini ilab, hamma yuz va qo'ldan meri sukan degan bo'ldi ekan. Va man ra'ana li tamyiz al-jins, ashu tuproqning yoki zaminning ustidagi narsaninki jinsini bayon qilish uchun deb qaraganlar, laysa naqlu vajiban. Demak, hammaga naql qilib bu to'pni yetkazish vojib emas deb. Va Shafi'i inma rajjaha hamlaha ala tabil min jihat qiyas tayammum ala wudu. İmam Şafii buni hammaga to'pni yetkazish kerak degandan qaysi jihatdan tarjih qildi desa, tarifga o'xshatib, tarifga o'xshatganlikdan. Lekin yu'aridu hadis Ammar al-mutaqaddim lianna fihi thumma tanfukhu fiha. Hadis Ammarda urib, andan puftib, pulutib, andan nima qilgan bu puftayotgandan keyin bu to'p hamma a'zo qanda bordi demak. Demak, hadis İmam Şafii'ning mazhabini ajizlashtirdi. Va tayammum Rasululloh sollallohu alayhi vasallam al-haid. Rasululloh salom qilgan kishiga salom qaytmay turib tamga uritib bilan masih qildi-ku. Bu ishida bu tamga uyg'ondan keyin tamda tekkan qo'ldagi to'pa va hammaga yetib tegadigan to'pa emas. Bumi Hanafi mazhabini qarashini kuchlantirdi. Va yambagan ta'lam anna al-ixtilafa fi wujub at-tartib fi at-tayammum va wujub al-fawr fihi wa bi'aynihi ikhtilafuhum fi dhalika fi al-wudu. Endi masala tugadi. Bunda İmam Abu Hanifa va İmam Malikning qarashini tarjih qilgan bo'ldi. Endi bu yerda shuni bilib qo'ygan kerak. Bilishing kerakki, tayammumning tartibi shunama başta yüzge silamdo, qo'lga silamdo. Va vujubul fawr, alqal muvala fawr dedigo. Mesela bizi uruplam yüzünü suap qo'yib, ki bijan oyinib ketib yarim soat o'tgan ekan, yani bijan qo'lni silsa munda qilib bo'lamdi, bo'lmam degan masala. Ash taratda ixtiloflashdik-ku. Yüzünü yuvib qo'yib, bizdan boshqa kishi bilan mashg'ullab, keyin butun munda qilib bo'lamdi, bo'lmamdi. Tartib tegizbas bo'lsa bo'lamdi, bo'lmam degan masala shu deydi. Va asbabul xilaf hunalika hiya asbabu huna fala ma'na li i'adatihi. Demak, yuqoridagi masala o'xshash bo'lganlik uchun bu yerda qaytilab o'tmaymiz deydi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.